qalay shidayman. Men seni tunda emas kunda o'ylayman. Yodimda sana Pishilla bo'ynimda ilonni izi, tunu kun bo'g'ilib bedor yuraman. Bir qiz bor qaynonamning eng yomon qizi, men shu yomon xotinni yaxshi ko'raman. Yoniga boraman, qo'rqib boraman, choyxonani chekkaga surib boraman. Negadir duxumni berib boraman, men shu yomon xotinni yaxshi ko'raman. 14 fevral zo'r, sovg'asing undan ham zo'r, lekin akalaring bo'lsa, ko'zingni qiladi ko'r, qat'iy yashiraman buncha sovg'ani. Akalar, men keldim, xonamda bo'laman, dars qilaman. Akalar, ужин готов. Kichikroq sovg'a bersang o'lasanmi? Qayerga tiqaman buni endi? Yo'q, hammasi bilagini ishirib olgan chalakachok. Senga o'xshab Aytsam ishonmaysiz, timsohlar endi aldashni o'rganib olgan. Ular xuddi yosh bola cho'kayotgani kabi qo'llarini ko'tarib suzishadi. Uzoqdan xuddi odam cho'kayotganga o'xshaydi. Cho'kayotgan bolani qutqarishga tushgan odam timsoh o'ljasiga aylanadi. Eng qizig'i, timsohlar aslida odam go'shtini yeyishmaydi, faqat bir marta tatib ko'rmaguncha. Bir marta odam go'shtini yeb ko'rgandan so'ng ularni to'xtatish qiyin. Siz shunday manzarani ko'rganingizda nima qilardingiz? Axir bu qo'llar rostdan ham cho'kayotgan odamning qo'llariga o'xshaydi. Fikrlaringizni izohlarda yozing va albatta راني مخنوق منك طالب اسمه يا ليلي يا ليلى وش بش نسقيلك يما وقالوا لي ليلى صيروا في تک تکی را گشتنات رفتار و رفتنات وقتی نگام میکنی از دوری لبخند زدنات از روی لحن صدات قلبم را دادم برات تو مگر جان میخواهی مه بگیر جانم پیدات دوست دارم تو گل لالم من ندیدم با مثل تو روی عالم این زمان کارش را کرد او را از من جدا و مرا با غم مبتلا کرد همسایه تو